Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlarga iqtisodiyot nazariyasi fanini ko'rib chiqamiz. Men ma'ruzachi iqtisodiyot va turizm kafedrasi o'qituvchisi Odilov Ahmadjon Komiljonovman. Xo'p, iqtisodiyot nazariyasida birinchi bo'lib ko'rib chiqadiganimiz birinchi modul sizlar uchun iqtisodiyot nazariyasi fanining shakllanishi va rivojlanishi hisoblanadi. Xo'p, unda 3 ta mavzuni ko'rib chiqamiz. Ulardan birinchisi iqtisodiyot nazariyasi fanining predmet va o'rganish usullari. Keyingisi bizda ishlab chiqarish jarayoni va uning natijalari mavjud. Keyingisi bizda ijtimoiy iqtisodiy tizimlar va mulkchilik munosabatlari. Bizda foydalangan adabiyotlarimiz mavjud. Hozirgi ma'ruzalarimizda va keyingi ma'ruzalarimizda o'zlaringiz ham ochiq internet manbalaridan olishingiz mumkin. Modul platformasida berilgan ushbu adabiyotlar bo'yicha iqtisodiyot nazariyasi fanimizni olib boramiz. Bulardan birinchisi Shodmonovning Iqtisodiyot nazariyasi kitobi 2021-yilda chiqarilgan. Ikkinchisi bizda Mamedov va boshqalar tomonidan yozilgan 2022-yilda chiqqan Iqtisodiyot nazariyasi va boshqa adabiyotlarimiz mavjud. Xo'p, ustozlarimiz aytgandek, iqtisodiyot nima? Iqtisodiyot bu pul haqida emas, iqtisodiyot bu raqamlar haqida emas, iqtisodiyot bu matematika haqida emas. Iqtisodiyot bu sizlarni, ya'ni har birimizning qaror qabul qilishimizdir. Ya'ni bizga iqtisodiyot asosan qaror qabul qilishni o'rgatadi. Qanaqa sharoitda qaror qabul qilishni o'rgatadi? Iqtisodiyotning bosh masalasini ko'rib chiqamiz. Iqtisodiyotning bosh masalasida berilganki, iqtisodiy cheklangan resurslardan oqilona foydalanib, aholining to'xtovsiz o'sib boruvchi ehtiyojlarini qondirish maqsadiga erishish, resurslar va mahsulotlarni to'g'ri taqsimlash yo'llarini topish iqtisodiyotning asosiy mazmunini tashkil etadi. Bu nima degani? Tasavvur qiling, taxminan 1940-yillar yoki 20-asrning boshlari aholi soni butun dunyoda 1 milliarddan ortiqni tashkil etgandi. O'shanda iqtisodiy resurslar bor. Bu bizda oziq-ovqat bo'ladi, bu bizda kiyim-kechak bo'ladi, bu bizda mashina bo'ladi yoki boshqa umumiy insonni ehtiyojlarini qondirish kerak bo'lgan bo'lsa, nima xizmat ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat qiladigan nima vositalar bo'lsa, hammasi ehtiyojlar sanaladi va ularga xizmat qiluvchi narsalar bizda resurslar hisoblanadi. Ana shu resurslarimiz bizda o'sha 1 milliard aholiga xizmat qilgan bo'lsa, hozirgi kunda kelib dunyo aholisi 8 milliarddan ortiq va xuddi o'sha resurslar hozirgi kunda 8 milliard aholiga yetib turibdi. Bu nima degani? Biz resurslar bilamizki cheklangan bo'ladi. Ana shu cheklangan resurslar bilan o'sha hozirgi kunda 8 milliard aholini ehtiyojlarini ta'minlab turibmiz. Bundan qaysidir bir yilga kelib taxminan 12 milliard, balkim 15 milliard aholini ehtiyojlarini qondirishimiz kerak bo'ladi. Va ana shu iqtisodiy resurslarni biz ularga to'g'ri taqsimlay bilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bir nechta adabiyotlarda, yangiliklarda aytib o'tishadi. Yer osti metallari bor bizda, temir bor, rux bor, qo'rg'oshin bor, oltin, mis, alyuminiy bor. Bular bizga uzog'i bir necha asrlarga yetadi. Undan u yog'iga emas. Bu degani, hattoki yer osti boyliklari ham shunchalik ko'p bo'lgani bilan bizni aholi sonimizga nisbatan ular ham bir qancha asrdan keyin tugab boradi. Xo'p. Endi bu yerda aytilyaptiki, ehtiyojlarni qondirish maqsadiga erishish, ya'ni inson ehtiyoji to'xtovsizdir. Deylik, 19-asrdagi insonda deylik avtomobil haydashga ehtiyoj bo'lmasligi mumkin, lekin hozirgi kunda o'sha inson avtomobilga ehtiyoj bo'ladi. Deylik, 22-asrga kelib uni deylik Marsga sayohat qilishga ehtiyoj bo'ladi. Demak, biz mavjud resurslarimizdan ana shu barcha insonlarning ehtiyojlarini to'liq qondirish emas, optimal qondirish yo'lini topishimiz kerak. Ya'ni resurslarni to'g'ri taqsimlash yo'lini topishimiz kerak. Xo'p, iqtisodiy faoliyat bor bizda, ya'ni cheklangan iqtisodiy resurslardan unumli foydalanib, kishilarning yashashi, kamol topishi uchun zarur bo'lgan hayotiy vositalarni ishlab chiqarish va iste'molchilarga yetkazib berishga qaratilgan, bir-biri bilan bog'liqlikda amal qiladigan turli-tuman faoliyatlar bizda yaxlit qilib bir so'z bilan iqtisodiy faoliyat deb ataladi. Bu nima degani? Inson yashashi, u kamol topishi, u umri deylik 3 yoshdan 5 yoshga, 5 yoshdan 15 yoshga o'tishigacha bo'lgan davrda turli-tuman ehtiyojlari bo'ladi va insonni yosh qancha ulg'ayib borgan sari xuddi shunday ehtiyojlar o'zgarib boradi. Biz ana shu ehtiyojlarni qondirish uchun amal qilinadigan turli-tuman faoliyatlarni yaxlit qilib, iqtisodiyot nazariyasida iqtisodiy faoliyat deb ataymiz. Xo'p, iqtisodiyot nazariyasi fanimiz kelib chiqish juda ham qadimgi asrlarga borib taqaladi. Ularni birinchi bo'lib bizda ko'rishingiz mumkin qadimdagi grek olimlari Ksenofont, Platon, Aristotel asarlarida birinchi iqtisodiyot nazariyasiga ta'rif berilgan. U davrlarda iqtisodiyot nazariyasi bizda uy xo'jaligi va uni yuritish qonunlari deb atalgan. Nima sababdan?
hozirgi kundagi bizdagi o'sha aytganimizdek ehtiyojlar bo'lmagan, hozirgi kundagi iqtisodiy resurslarimiz mavjud bo'lmagan. O'sha davr uchun bu atama to'g'ri hisoblangan. Ya'ni o'sha davrda asosiy faoliyat uy xo'jaligida bo'lgan. Hozirgidek zavod, fabrikalar bo'lmagan, ishlab chiqarish korxonalari bo'lmagan, xizmat ko'rsatish korxonalari bo'lmagan. Shu boisdan o'sha davr uchun ko'pgina mahsulotlar, ko'pgina deymiz mahsulotlar, resurslar uy xo'jaligida tashkil topgan, yaratilgan. Xo'p, keyingi davrlarda bizda ko'rishimiz mumkin, arab leksikoniga iqtisod so'zi kirib kelgan, ya'ni tejamkorlik ma'nosida tushunilgan. Nima sababdan bunday? Bilamizki, arab dunyosida 7-asrlarda bizda islom tashkil topgan, islom dini kirib kelgan va o'sha davrlarda islom uchun bu ma'no tejamkorlik, ma'lum bir resursni tejab, tergab ishlatish degan ma'nolarni bildirgan va qaysidir davrgacha bu narsa to'g'ri hisoblanadi. Lekin hozirgi davrda kelib iqtisodiyot tushunchasi faqat uy, individual xo'jalik yuritish yoki tejamkorlik ma'nosi bilan cheklanmaydi. Iqtisodiyot bizda mulkchilikning turli shakllariga asoslangan xo'jaliklararo davlatlararo birlashmalardan, korporatsiyalardan, konsernlardan, qo'shma korxonalardan, moliya va bank tizimlaridan iborat bir juda ham katta iqtisodiy munosabatlardan iborat o'ta murakkab ijtimoiy tizimni anglatadi. Xo'p, bu nima degani? O'sha davr uchun, o'sha Ksenofont yashagan davr uchun iqtisodiyot uy xo'jaligi bo'lsa, hozirgi kunda ana shu iqtisodiyotni butun bir tizimni ta'minlash uchun bizga juda ham katta yirik tashkilotlar mavjud, davlatlar mavjud, davlatlarning qo'l ostidagi vazirliklar, turli tuzilmalar mavjud. Shu jihatdan bu juda ham murakkab iqtisodiy ijtimoiy tizim hisoblanadi. Xo'p, biz iqtisodiy resurslar degan tushuncha bor. Iqtisodiy resurslar nima? Boya darsimizni boshida aytib o'tganimizdek, inson ehtiyoji uchun nima xizmat qiladigan bo'lsa, nima kerak bo'lsa, barchasi iqtisodiy resurs deb ataladi. Ularni bir nechta guruhlarga bo'lamiz. Xo'p, bizda iqtisodiy resurslar yer, mehnat, kapital va tadbirkorlikka bo'linadi. Bu nima degani? Bizda tabiiy resurslar yer ostidan chiqadi, yer ustidan unib chiqadigan barcha resurslar, bu suv bo'ladi, bu minerallar bo'ladi, bu o'rmonlar bo'ladi, bu shunga o'xshash barcha tabiiy resurslar bizda yer deb atalmish bir guruhga kiradi. Mehnat nima degani? Har bir ishchi kuchi yoki boshqacha qilib aytganda, mehnat qaysidir adabiyotlarda ishchi kuchi deb ataladi. Barcha ishchi kuchi bizda mehnat sifatida, ya'ni ishchi kuchini mehnat qilishi, tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishda ishtirok etadigan inson resurslari va ularning ko'nikmalari bizda mehnat yoki ishchi kuchi deb ataladi. Kapital nima? Kapital bu bizda tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan mashinalar, binolar, asbob-uskunalar va shunga o'xshash qurilma va vositalardir. Tadbirkorlik nima? Tadbirkorlik ana shu 4 ta resursimizdagi eng muhim resurslardan biri hisoblanib, bu kishilarning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish qobiliyatidir. Savol tug'ilishi mumkin, tadbirkorlik bilan mehnat yoki ishchi kuchi bir xilmi degan. Bu narsa yo'q deb barcha iqtisodchilar javob beradi. Sabab, har kim ham tadbirkorlik qila olmaydi, lekin har kim ham ishchi kuchi bo'lishi mumkin. Iqtisodiy resurs chiqarishda yoki uni biz iqtisodiy tarmoqlarda bo'lib berishda. Iqtisodiyotning doimiy va bosh masalasi mavjud. Bu masalamiz cheklanmagan ehtiyojlarni cheklangan resurslar bilan qondirish hisoblanadi. Ya'ni har bir insonning ehtiyoji cheksizdir. Deylik, bugun 5 yoshli bolaga deylik qanaqadir kiyim-kechak kerak bo'lishi mumkin, unga o'yinchoq kerak bo'lishi mumkin, unga o'sib ulg'ayish uchun deylik oziq-ovqat kerak bo'lishi mumkin. U 25 yoshga to'lganda unda boshqacha ehtiyojlar paydo bo'ladi. 35 yoshga kirganda unda umuman boshqacha ehtiyojlar paydo bo'ladi. Shu boisdan ham insonning ehtiyojlari cheksizdir deyilgan. Ammo ularni darsimiz boshida aytib o'tganimizdek, ularni qoplaydigan resurslar bizda chegaralangan. Insonni ehtiyojlari bor dedik darsimizning boshida. Ana shu ehtiyojlarni biz bir necha guruhlarga bo'lamiz. Bular shaxsiy ehtiyojlar, ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar, bular moddiy ehtiyojlar, ishlab chiqarish ehtiyojlari, birgalikda qondiriluvchi ehtiyojlar va ma'naviy ehtiyojlar. Inson uchun birinchi navbatda kerak bo'ladigan ehtiyojlar bu moddiy ehtiyojlar hisoblanadi. Moddiy ehtiyojlar ham bir necha turlarga bo'linadi. Moddiy ehtiyojlarga bizga kerak bo'ladi oziq-ovqat, bizga kerak bo'ladi kiyim-kechak, bizga kerak bo'ladi boshpana kabi asosiy zaruriyatlar. Birinchi o'rinda qoplanadigan, bizga kamol topishimizga, yetuk bo'lishimizga kerak bo'lgan ne'matlar hisoblanadi. Xo'p, shaxsiy ehtiyojlar mavjud. Shaxsiy ehtiyojlar nima? Shaxsiy ehtiyojlar bu individual insonning o'ziga xos xohishlaridir. Ya'ni men
ovqat yegim kelishi mumkin yoki taom iste'mol qilishni xohlashi mumkin. Men qaysidir transport bilan boshqa bir shaharga borishim mumkin. Bu shaxsiy ehtiyojlar bo'ladi. Bizda ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar bor. Bu jamiyatdagi insonning o'rni, bu uning xavfsizligi, bu uning iqtisodiy farovonligidir. Bu yoqda ko'rishimiz mumkin birgalikda qondiriluvchi ehtiyojlar. Bizda bir gohida talabalarimiz adashtirishi mumkin birgalikda qondiriluvchi ehtiyoj bilan shaxsiy ehtiyojni. Deylik, siz restoranga bordingiz yoki restoran xizmat ko'rsatadi. Bunda shaxsiy ehtiyoj bo'ladimi, birgalikda qondiriluvchi ehtiyoj bo'ladimi? Bu bizda shaxsiy ehtiyoj bo'ladi. Chunki u yerda boradigan har bir inson o'zi alohida ovqatlanadi va alohida ovqatga buyurtma beradi. Birgalikda qondiriluvchi ehtiyojlarga bu bizga ko'rsatiladigan maktablar, universitetlar, ta'lim dargohlaridagi ta'lim hisoblanadi. Ya'ni u yerga guruhlarda o'tirib dars olinadi, ilm o'rgatiladi va boshqalar. Xo'p, iqtisodiyot qamrov darajasiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi. Bular mintaqa iqtisodiyoti, bular korxona yoki ferma iqtisodiyoti, oila iqtisodiyoti, jahon iqtisodiyoti, milliy iqtisodiyot, tarmoq iqtisodiyoti yoki bularni yaxlitlab oladigan bo'lsak, bizda mikro iqtisodiyot bor, bizda makro iqtisodiyot bor. Hurmatli talabalar, shuni bilinglarki, hozirgi iqtisodiyot nazariyasida o'tiladigan har bir mavzuyimiz kelasi yillarda sizlarga alohida fan sifatida kiritiladi. Ya'ni siz har bir mavzuga yanada chuqurroq bilim olib, o'sha mavzularni yanada chuqurroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ko'rishimiz mumkinki, bu yoqda mintaqa iqtisodiyoti, korxona yoki ferma iqtisodiyoti, oila iqtisodiyoti barchasi bizda mikro iqtisodiyotga kirib ketadi. Jahon iqtisodiyoti, milliy iqtisodiyot, tarmoq iqtisodiyot barchasi tarmoq makro iqtisodiyotga kirib ketadi. Xo'p, ehtiyojlarga qaytadigan bo'lsak, ehtiyoj o'zi nima degani? Ehtiyoj bu insonning yashashi va kamol topishi, umuman insoniyatning rivojlanishi uchun kerak bo'lgan hayotiy vositalarga bo'lgan zaruriyati iqtisodiyot nazariyasi fanimizda ehtiyoj deb ataladi. Ya'ni bir necha slayd oldin ko'rganimizdek, bizda iqtisodiy faoliyat bor edi. Ana shularni bizga ta'minlab beradigan faoliyat bizda iqtisodiy faoliyat bo'lsa, ana shu ne'matlarga o'zi bizda ehtiyoj bo'lyapti. Ehtiyojlarimiz boya ko'rib o'tganimizdek bir necha turlarini ko'ramiz. Bu moddiy ehtiyojlar. Moddiy ehtiyojlar nima? Bu moddiy ko'rinishdagi ne'matlar vositasida qondiriluvchi zarurat. Bu boya aytib o'tganimizdek kiyim-kechak, oziq-ovqat, uy yoki sog'liq bo'lishi. Bizda ma'naviy ehtiyojlarimiz bor. Ma'naviy ehtiyojlarimiz nima? Bu insonning shaxs sifatida kamol topishi, dunyoqarashi va ma'naviyatining shakllanishi uchun taqozo etiladigan nomoddiy ne'mat va xizmatlarga bo'lgan zaruratdir. Bizda lekin inson uchun birlamchi ehtiyoj sifatida asosan moddiy ehtiyojlar birinchi o'rinda turadi, keyingi o'rinda bizda ma'naviy ehtiyojlar turadi. Ma'naviy ehtiyojlarni osonroq qilib aytadigan bo'lsak, nimalar kiradi? Bu bizga bilim olishimiz kiradi, bu bizga deylik san'at asarlaridan xabardor bo'lishimiz kiradi, kitob o'qishimiz kiradi. Bu bizning qandaydir hobbilarimiz, qiziqishlarimiz bo'lishi mumkin. Undan tashqari bizda bo'ladi shaxsiy ehtiyojlarimiz. Shaxsiy ehtiyojlarimiz bu kishilarning pirovard iste'mol uchun mo'ljallangan mahsulot va xizmatlarga bo'lgan zaruratidir. Ya'ni shaxsiy ehtiyojlar bizga oziq-ovqat bo'ladi, kiyim-kechak bo'ladi, uy-ro'zg'or buyumlari bo'ladi. Shaxsga ko'rsatiladigan turli xizmatlar shaxsiy ehtiyojlar sirasiga kiradi. Ishlab chiqarish ehtiyojlari bor. Bu qandaydir mahsulot yoki xizmat ko'rsatish uchun ishlatiladigan barcha iqtisodiy resurslar ishlab chiqarish ehtiyojlari hisoblanadi. Deylik, biz kiyim ishlab chiqarmoqchimizmi? Unga ketadigan paxta xom ashyosi bizda bu ishlab chiqarish ehtiyoji bo'ladi. Ya'ni uni bizda o'sha ishlab chiqarish zavodimiz paxtani iste'mol qiladi, qo'pol qilib aytganda. Bizda bor yakka tarzda qondiriluvchi ehtiyojlarimiz bor, bizda bor birgalikda qondiriluvchi ehtiyojlarimiz. Yakka tarzda qondiriluvchi ehtiyojlarga nima kiradi? Bizda ovqatlanish kiradi, kiyinish kiradi va shunga o'xshash misollar kiradi. Bizda birgalikda qondiriluvchi ehtiyojlari bor. Bunda bizda ta'lim olish binolari kiradi, kasalxonalar kiradi, dam olish joylaridan bahramand bo'lish kiradi, sport o'yinlari kiradi, turli ko'ngilochar tomoshalarni birgalikda ko'rish, mamlakat mudofaasi va shunga o'xshash kabilar kiradi. Hop, bizda bor ehtiyojlarni boshqacha olib qaraganda birlamchi ehtiyojlarimiz bor, bizda ikkilamchi ehtiyojlarimiz bor. Birlamchi ehtiyojlarga nimalar kiradi? Bu insonning hayotiy faoliyatida
zarurlik darajasi nisbatan yuqori bo'lgan va shu sababli birinchi navbatda qondiriladigan ehtiyojlar kiradi. Ya'ni bizda birlamchi ehtiyojimizga oddiyroq qilib aytganda oziq ovqatimiz birlamchi ehtiyojga kiradi. Bizni o'rab turgan xavfsizligimiz birlamchi ehtiyojga kiradi. Bizga kiyim kechagimiz, uy joyga bo'lgan ehtiyojimiz birlamchi ehtiyojga kiradi. Ikkilamchi ehtiyojlarga nima kiradi? Bular asosan bizda bilim olishimiz, bizda malaka oshirishimiz, bizda san'at bilan shug'ullanishimiz, dam olishimiz va boshqalar kiradi. Xo'p, yakka ehtiyojlar. Bundan biroz oldin ko'rib o'tdik, bizda shaxsiy ehtiyojlar bordi, guruhiy, bizda bor hududiy ehtiyojlar bor, bizda umumjamiyat ehtiyojlar bor. Hududiy ehtiyoj bu nima degani? Bu muayyan hududlarda istiqomat qiluvchi kishilarning birgalikdagi ehtiyojidir. Deylik, bunga nima kiradi? Deylik, men yoki qandaydir bir sovuq o'lkalarda yashayotgan inson, unga nima kerak bo'ladi? Unga issiqlik kerak bo'ladi, unga energiyaga, tabiiy energiyaga ehtiyoj bo'ladi. Ya'ni o'sha yerdagi shahar aholisini tabiiy gaz yoki qanaqadir shunga o'xshash energiya mahsulotlariga ehtiyoji bo'ladi. Deylik, issiq mamlakatlarda turadigan fuqarolarga nimaga ehtiyoji bo'lishi mumkin? Hududiy ehtiyoji, ularga deylik suvga ehtiyoji bo'lishi mumkin, umumiy suv resurslariga ehtiyoji bo'lishi mumkin. Deylik, o'sha yerdagi yashayotgan, mana misolimizni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yozyapti, har bir mahalla o'zining guzari, unda joylashgan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, bolalar bog'chasi, dam olish joylari, istirohat bog'lari va boshqa insonlarga ehtiyoj sezadi deyapti. Yoki ana shular ham kirishi mumkin. Umumjamiyat ehtiyojlariga nima kiradi? Bu mamlakat chegarasining daxlsizligi, bu uning mudofaa qobiliyatining mustahkamligi, bu yurt farovonligi, ijtimoiy madaniy tadbirlar va boshqalar kiradi. Jamiyat ehtiyojlariga ko'rishimiz mumkinki, bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Bular jamiyatning iqtisodiy taraqqiyot darajasi, jamiyatdagi ijtimoiy iqtisodiy tizim, tabiiy geografik sharoitlar, tarixiy an'analar va urf-odatlar, aholi sonining o'sishi, uning tarkibidagi o'zgarishlar, xalqaro davlatlar, millatlar va mintaqalar o'rtasidagi aloqalar barchasi bizga jamiyat ehtiyojlariga ta'sir ko'rsatadi. Biz ma'ruzamizning boshida ko'rib o'tdikki, o'sha 18-asrda yoki 19-asrda insonlarning avtomobilga ehtiyoji bo'lmagan. Bunga sabab nima? O'sha davrdagi ijtimoiy iqtisodiy tuzum. Ya'ni o'sha davrlarda bizda avtomobil yaratilmaganligi bo'lgani uchun bizda unga ehtiyoj bo'lmagan. Keyinchalik yaratildi, davlatdagi ijtimoiy iqtisodiy tuzum rivojlandi, jamiyatda iqtisodiy taraqqiyot o'sib boryapti, insonga avtomobilga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'lyapti. Yoki aholi soni o'sgan sari, undagi yoki tarkibiy o'zgarishlar paydo bo'lgan sari bizda yangi uy joylarga bo'lgan talab oshadi. Yoki shunga o'xshash boshqa misollarni ham birma-bir ko'rib o'tamiz. Bizda ishlab chiqarish imkoniyatlarini va ehtiyojlarni qondirish darajasini oshirish zarurligi iqtisodiyot oldiga quyidagi muammolarni qo'yadi. Bulardan birinchisi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishning optimal variantlarini tanlab olish va resurslarni ko'proq ishlab chiqarishga jalb qilish. Ikkinchisi, mavjud resurslarning har birligidan tejab, tergab, samarali foydalanish. Uchinchisi, bizda fan, texnika yutuqlari va yangi texnologiyalarni joriy qilib, yangi energiya, xomashyo turlari, ularning manbalarini topib, foydalanishga jalb qilish, resurslar unumdorligini oshishiga erishishdir. Ushbu muammolarni biz yechishimiz kerak. Ya'ni har bir iqtisodchi, har bir iqtisod nazariyasini o'rgangan olim yoki inson ana shu muammolarni yechishga harakat qilishi lozim. Xo'p, hurmatli talabalar, inson tomonidan yaratilgan tovarlar va xizmatlarning, resurslarning harakati bo'yicha takror ishlab chiqarish quyidagi fazalar birligidan iboratdir. Bu bizda ishlab chiqarish jarayoni fazasi bor, bizda taqsimlash jarayoni bor, bizda ayirboshlash jarayoni bor, bizda iste'mol qilish jarayoni bor. To'rtta faza bir-biri bilan bog'liqdir. Bir faza bir-biri bilan bog'liqdir. Ishlab chiqarish jarayoni nima degani? Deylik, insonga agar samolyot, qanaqadir transport vositasi kerak bo'ladigan bo'lsa, ana shuni ishlab chiqarish bizda ishlab chiqarish jarayoni deyiladi. Yoki boshqa misolda ko'rishimiz mumkin. Fermer xo'jaligi misolida olaylik. Fermer har yili o'z yerlariga bug'doy ekadi. Ana shu bug'doy ekimi bizda ishlab chiqarish jarayoni bo'ladi. Ya'ni bug'doy yetilib hosilga kirishi ishlab chiqarish jarayoni hisoblanadi. Uni taqsimlaydi fermer vaqti kelib. Bug'doy o'rilib bo'lingandan so'ng uni ma'lum bir qismini bizga un zavodlariga jo'natadi. Don zavodlariga jo'natadi. Ma'lum bir qismini ayirboshlashlaydi, pulga sotadi. Ma'lum bir qismini iste'mol qiladi. Qanaqasi bug'doyni iste'mol qilish mumkin? Keyingi yilga ekish uchun uni zaxira sifatida olib qo'yadi.
nima sababdan ayirboshlashi mumkin? Bizga o'sha fermerning ma'lum bir xarajatlarini yoki boshqa ehtiyojlarini qondirish uchun bug'doyni boshqa bir mahsulotga yoki pul ko'rinishidagi boshqa bir resursga, pul ko'rinishidagi resursga ayirboshlaydi. Yoki boshqa jarayonlarni ko'rishimiz mumkin. Deylik, bizda transport firmasi odam tashiydi. Ana shu tashish xizmatini ko'rsatayotgan transport firmasi ishlab chiqarish jarayoni nima bo'ladi? Bu insonlarni bir manzildan ikkinchi manzilga tashish, ya'ni eltib qo'yish bizda ishlab chiqarish jarayoni deyiladi. Deylik, undan tushgan daromadni biz taqsimlaymiz. Ma'lum bir qismini ishchi xodimlarimizga beramiz, ma'lum bir qismini kelajak uchun sarmoyaga olib qo'yamiz, ma'lum bir qismidan biz soliq to'laymiz, ma'lum bir qismini biz boshqa xarajatlarimizni yoki boshqa ehtiyojlarimizni, firmani boshqa ehtiyojlarini qondirish uchun boshqa sarflarga iste'mol qilamiz. Xo'p. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkinki, o'sha tovar, xizmatlar va resurslarning takror ishlab chiqarish fazalaridagi harakat, ya'ni ishlab chiqarish jarayoni ham taqsimot jarayoniga, ham iste'mol jarayoniga ayirboshlash jarayoni to'rtalasi bir-biriga bog'liqlikni. Iqtisodiyot nazariyasini fani o'zi qachon paydo bo'lgan? Qachon bunga ehtiyoj bo'lgan? Darsimizni boshida ko'rib o'tdik, iqtisodiyot nazariyasi boshida bizda uy xo'jaligi degan ma'noni bildirgan Ksenofont olimlarimiz, o'sha davrda yashab o'tgan olimlar, grek olimlari. O'zi mustaqil fan sifatida bizga kirib kelgan, taxminan 16-17 asrlarda bu bizga fan sifatida kirib kelgan. Ya'ni lekin o'sha davrlarda ham hozirgidek iqtisodiyot nazariyasi deb atalmagan, bu siyosiy iqtisod nomi bilan shakllana boshlagan. Mana ko'rishimiz mumkinki, 1575-1621 yillarda yashab, ijod qilgan fransuz iqtisodchisi Antoine Montcriquen birinchi marta 1615-yilda Siyosiy iqtisod traktati nomli kichik ilmiy asar yozib, bu fanni mamlakat miqyosida iqtisodiyotni boshqarish fani sifatida asoslagan. Keyinchalik klassik iqtisodchilar bu fikrni tasdiqlab, siyosiy iqtisod keng ma'noda moddiy texnika vositalarini ishlab chiqarish va ayirboshlashni boshqaruvchi qonunlar to'g'risidagi fandir deb yozgan edilar. Shu prezentatsiyamizda ko'rishimiz mumkinki, iqtisodiyot nazariyasi fan sifatida shakllanish jarayonida vujudga kelgan asosiy g'oyaviy oqimlar, bular merkantilizm, bular fiziokratlar, bular klassik siyosiy iqtisodchilar bor, bizda bor klassik siyosiy iqtisodchilar bor va har bir iqtisodiy maktabni o'ziga yarasha ta'limotlari bo'ladi. Merkantilizmni asosiy maqsadi, merkantilistlarni aytgan asosiy g'oyalardan biri bu jamiyatning boyligi puldan, oltindan iborat bo'lib, bu savdoda, asosan tashqi savdoda paydo bo'ladi va ko'payadi deb ta'rif berishgan. O'sha davr uchun bularning g'oyasi to'g'ri bo'ldi. Lekin iqtisodiyot rivojlangan sari uni ma'lum bir qonun qoidalar o'zgara boshlagan. Ya'ni fiziokratlar keyinchalik jamiyatning boyligi qishloq xo'jaligida vujudga keladi deb ta'rif berishgan. Ya'ni barcha mahsulotlarni bizda, barcha resurslarni bizda yetishib chiqadigan joyi bu yer, ya'ni qishloq xo'jaligi deb ta'rif berishgan. Keyingi davrlarda kelib, klassik siyosiy iqtisod maktabi esa boylikning faqat qishloq xo'jaligida emas, balki sanoat, transport, qurilish va boshqa barcha sohalarda boylik yaratiladi degan xulosaga kelishgan. Hozirgi kundagi, so'nggi asrlarimizdagi bizdagi yangi iqtisodiy oqimlar, bular marginalizm vakillari bor, bizda bularda neoklassik maktab bor, bu yerda keyneschilik bor. Bu yerda ko'rishimiz mumkin neoliberalizm, monetarizm maktabini, institutsionalizm maktabini va boshqalarni ko'rishimiz mumkin. Iqtisodiyot nazariyasi fanning predmeti va vazifalari. Yana oldingi davrlarga qaytadigan bo'lsak, iqtisodiyot nazariyasi fanning predmetiga bo'lgan turli yondashuvlarni ko'rishimiz mumkin. O'sha davrdan to hozirgacha. Bulardan birinchisi Aristotel aytgandek, bu fanga uy xo'jaligini boshqarish qonunlari to'g'risidagi fan deb ta'rif bergan. Merkantilistlar, fiziokratlar va ingliz klassik iqtisodiy maktabi bu boylik to'g'risidagi fan deyishgan. Ya'ni uni manbalari, uni ko'paytirish yo'llari, uni taqsimlash, ishlab chiqarish, ayirboshlash va iste'mol qilish to'g'risidagi fan deb aytishgan. Keyingi maktablarimizdan Marshall aytib o'tganki, iqtisodiyot nazariyasi fanning predmeti insoniyat, jamiyatning me'yordagi hayotiy faoliyatni tadqiq qilishdan iborat deyishgan. Siyosiy iqtisod darsliklarida esa uning predmeti deb moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish jarayonida kishilar o'rtasida sodir bo'lgan munosabatlarni o'rganishdan iborat deb ta'rif berishgan. Hozirgi kundagi xorijiy economics darslarida
quyidagicha ta'rif berilgan. Kishilarning moddiy ehtiyojlarini to'laroq qondirish maqsadida cheklangan resurslardan samarali foydalanish muammolarini tahlil qilish, kishilarning iqtisodiy xatti-harakatlarini o'rganishdan iborat deb ta'rif berishgan. Bu boshqa adabiyotlarda berilgan ta'riflarni birin-ketin ko'rib borishimiz mumkin. Biz hozirgi kunda darsimiz boshida aytib o'tganimizdek, asosan Shodmonov, Yilmazov kitoblar iqtisodiyot nazariyasi asarlarini ko'rib chiqamiz va unda Shodmonov kitobida quyidagi ta'rif berilgan. Iqtisodiyot nazariyasi fanning predmeti iqtisodiy resurslar cheklangan sharoitda jamiyatning cheksiz ehtiyojlarini qondirish maqsadida hayotiy ne'matlarni va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlarni, ijtimoiy xo'jalikni samarali yuritish qonun qoidalarini o'rganishdan iboratdir deb ta'rif bergan. Iqtisodiyot nazariyasining bir qancha vazifalari mavjud. Ulardan birinchisi bilish vazifasi, keyingisi amaliy vazifa, uchinchisi uslubiy vazifa va so'nggisi g'oyaviy tarbiyaviy vazifa hisoblanadi. Iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar, ya'ni ilmiy tushunchalar. Iqtisodiy qonun nima? Iqtisodiy qonun iqtisodiy hayotning turli tomonlari, iqtisodiy hodisa va jarayonlar o'rtasidagi doimiy, takrorlanib turadigan barqaror sabab-oqibat aloqalarini, ularning o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. Bir narsani bilishimiz kerakki, iqtisodiy qonunlar obyektiv xususiyatga ega bo'lib, ularning kelib chiqishi, amal qilishi, rivojlanishi va barham topishi alohida kishilarning ongiga, ularning xohish irodasiga bog'liq emas. Ya'ni ma'lum bir iqtisodiy qonunni paydo bo'lishi meni, sizni yoki boshqa bir iqtisodchi olimning qo'lida yoki uni tugatish o'sha iqtisodchi yoki boshqa bir siyosiy arbobning yoki iqtisodchining qo'lida emas. U insoniyat rivojlangan sari iqtisodiyot o'zgarib boradi va bu tabiiy ravishda iqtisodiyot rivojlangan sari iqtisodiyot o'zgarib boradi va qaysidir qonunlar bizda qaysidir qonunlar to'xtaydi, qaysidir qonunlar yangi qonunlar paydo bo'lib boraveradi. Iqtisodiy qonunlar bir necha turlarga bo'linadi. Bu umumiy iqtisodiy qonunlar, bu bizda xususiy yoki davriy iqtisodiy qonunlar, bu bizda maxsus, o'ziga xos iqtisodiy qonunlardir. Bu nima degani? Umumiy iqtisodiy qonunlar bu bizda barcha qonuniyatlarni kishilik jamiyat rivojlanishining barcha bosqichlarida amal qilib, vaqtni tejash qonuni, ehtiyojlarning tez o'sib borish qonuni, takror ishlab chiqarish qonuni kiradi. Yoki xususiy yoki davriy iqtisodiy qonunlarga kiradi talab qonuni, taklif qonuni, qiymat qonuni va boshqalar. Maxsus o'ziga xos iqtisodiy qonunlar bor. Bular qo'shimcha qiymat qonuni yoki shunga o'xshash, ya'ni alohida olingan iqtisodiy tizim sharoitida amal qiladigan qonunlardir. Bularni barcha qonunlarni birin-ketin mavzularimizda ko'rib boramiz. Ushbu joyda ko'rishingiz mumkinki, maxsus iqtisodiy qonunlar oldingi prezentatsiyamizda aytib o'tganimizdek, alohida olingan iqtisodiy tizim sharoitida amal qiladi. Ya'ni deylik, ma'lum bir tizim bor, o'sha bosqichda amal qilgan qonunni bizda maxsus iqtisodiy qonunlar deymiz. Ma'lum bir davr davomida amal qilgan bo'lsa, bu davriy iqtisodiy qonunlar va umumiy iqtisodiy qonunlarimiz mavjud. Xo'p, bizda iqtisodiy kategoriya atamasi bor. Bu nima degani? Doimo takrorlanib turadigan iqtisodiy jarayonlar va real hodisalarning ayrim tomonlarini ifoda etuvchi ilmiy nazariy tushunchadir. Iqtisodiy kategoriya ilmiy tushunchalar alohida kishilar tomonidan o'ylab topilmagan, balki real iqtisodiy hodisalarni ifoda etadigan ilmiy tushuncha bo'lib, ilmiy fikrlash mahsulidir. Masalan, bozor, kapital, ishchi kuchi, iqtisodiy muvozanat, moliya, kredit va boshqalar shu jumlasidan. Iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishning usullari bo'lib, ularni o'ziga yarasha o'rganish metodlari, usullari bor. Uslubiyat bor bizda, bu ilmiy bilishning tamoyillar tizimi, yo'llari, qonun qoidalari va aniq hadislaridir. Dialektik usulda esa qoidalar ilmiy bilishning umumiy usuli bo'lib, dialektik usul qoidalari ilmiy bilishning umumiy usuli bo'lib xizmat qiladi. Xo'p, iqtisodiyot nazariyasida qo'llaniladigan tamoyillar mavjud. Ular iqtisodiyot bir-biri bilan aloqada bog'liqlikda, ziddiyatda, o'zaro ta'sir qilib turadigan turli bo'g'inlardan, bo'laklardan iborat tashlasak bo'ladi. Xo'p, ushbu prezentatsiyamizda iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishning usullarini ko'rib chiqamiz. Bular ilmiy abstraksiya usuli, tahlil usuli, sintez usuli, eksperiment usuli, mantiqiylik va tarixiylik birligi usuli, makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy tahlilni qo'shib olib borish, induksiya va deduksiya, ikki tomonlama yondashuv usuli, taqqoslash, statistik, matematik va grafik usullardan iboratdir. Xo'p, ilmiy abstraksiya usuli nima? Bu tahlil paytida xalal berish mumkin bo'lgan ikkinchi darajali narsalar, voqea hodisalarni fikrdan chetlashtirib, o'rganilayotgan jarayonning asl mohiyatiga e'tibor qaratishdir.
Bu usul yordamida o'rganilayotgan voqea va hodisaning ichki, ko'zga ko'rinmaydigan mohiyati, uning asl mazmuni bilib olinadi. Bizda mavjud tahlil va sintez usuli. Tahlil bu o'rganilayotgan bir butunni alohida qismlarga ajratish va ularni izchillik bilan o'rganishdir. Sintez nima degani? Bu o'rganilgan qismlardan olingan xulosa va natijalarni bir butun yaxlit jarayon deb qarash, umumiy xulosa chiqarishdir. Deylik, biz ko'rishimiz mumkin bu joyda korxona iqtisodiy faoliyat samaradorligini o'rganyapmiz. Unda biz uni tahlil yordamida alohida bo'laklarga bo'lamiz. Ya'ni ishlab chiqarish samaradorligi alohida, bo'limlar va sexlar bo'yicha holat alohida, jarayonlar bo'yicha holat alohida, mahsulot turlari bo'yicha alohida o'rganamiz. Endi biz uni sintez qilamiz. Nima qilamiz? O'rganilgan barcha jarayonlarni umumiy qilib xulosa chiqaramiz. Mantiqiylikning va tarixiylikning birligi usuli. Iqtisodiyot nazariyasida tarixiylik dalili tarixiy rivojlanish nuqtai nazaridan tadqiqot olib borish zarurligini taqozo etadi. Chunki iqtisodiy jarayonlar tarixiy jarayon sifatida rivojlanadi. Mantiqiylik usulida jarayonlar faqatgina tarixiy nuqtai nazardan emas, shu bilan birga asosiy ichki zarur qonuniy bog'lanishlar bo'yicha ham tahlil qilinadi. Masalan, biz pulning iqtisodiy tabiatini o'rganishda uning tarixiy jihatlari, jumladan qiymat shakllarining rivojlanishini ko'rib chiqamiz. Bu esa bizdan tarixga, tovar-pul munosabatlarining dastlabki kurtaklar paydo bo'lgan jamiyatga qaytib o'sha davrdagi iqtisodiy munosabatlarni tahlil qilishni taqozo etadi. Ya'ni bizda pul paydo bo'lgan davrni o'rganamiz. Nima sababdan paydo bo'lgan, nima sababdan unga ehtiyoj paydo bo'lgan, pulni o'rniga qanaqa shakllar mavjud bo'lgan, pul nimani o'rnini bosgan yoki pul nimani o'rnini o'shanda bosa olgan. Lekin bir narsani bilish kerakki, bu holat o'tmishdagi barcha iqtisodiy munosabatlarga emas, balki aynan pulning dastlabki asoslari bilan mantiqiy bog'langan munosabatlargagina taalluqlidir. Eksperiment usuli mavjud bizda. Eksperiment nima degani? Bu iqtisodiy o'sishning keskin o'zgarishi bosqichlarida, jumladan iqtisodiyotning inqiroz va beqarorlik bosqichlarida eksperimentdan keng foydalanadi. Ya'ni eksperiment usulida nafaqat iqtisodiyotda, balki boshqa sohalarda ham qo'llaniladi. Ma'lum bir kichik tajribalar, ma'lum bir hisob-kitoblar vositasiga asoslanib ilmiy yo'nalishlarni ishlab chiqarish talab etiladi va ana shu narsani amaliyotga tatbiq qilib ko'riladi. Bu narsa bizda eksperiment usuli deb ataladi. Bizda bor makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy tahlilni qo'shib olib borish bor. Bu nima degani? Mikroiqtisodiy tahlilda iqtisodiyotning boshlang'ich bo'g'ini bo'lmish korxona va firmalarning ichki jarayonlarini, alohida iqtisodiy subyektlarning xatti-harakati, xulqi tadqiq qilinadi. Bu tahlilda alohida olingan tovarlarning xarajatlari, kapital va boshqa resurslardan foydalanishning, narx tashkil topishining, ish haqi to'lashning, talab va taklif tarkib topishining shakl va mexanizmlarini o'rganish markaziy o'rin tutadi. Induksiya va deduksiya usuli bor. Birning xususiy faktlaridan umumiy faktlarga qarab harakat induksiya, aksincha umumiy faktlardan xususiy harakatlarga tomon harakati deduksiya deb ataladi. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkinki, xususiy holdagi tadqiqot jarayoni xususiy gipoteza yoki qoida, umumiy qoida yoki qonunga qarab ketyapmiz. Yoki umumiy qoida yoki qonunni biz xususiylashtirib boramiz. Ya'ni xususiy gipoteza yoki qoida shaklida, xususiy holdagi tadqiqot jarayoni shaklida. Iqtisodiy jarayonlarni o'rganish va tahlil qilishda ikki tomonlama yondashuv usuli muhim o'rin tutadi. Bunda barcha iqtisodiy jarayonlar qiymat va naflilik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi va xulosa chiqariladi. Aks holda bir tomonlamalikka yo'l qo'yilib, yanglish tasavvurga va noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi mavzuyimizda ko'rib chiqish kerak bo'lgan rejalarimiz bor. Bu ikkinchi mavzuyimiz, eslab o'tamiz, ishlab chiqarish jarayoni va uning natijalaridir. Rejalarimiz ishlab chiqarish omillari va ularning tarkibi, ishlab chiqarish jarayonining mazmuni, ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari, ishlab chiqarish imkoniyatlari va uning chegarasi, ishlab chiqarishning samaradorligi va uning ko'rsatkichlaridir. Xo'p, ishlab chiqarish omillari nima? Ishlab chiqarish jarayonida bevosita qo'llaniluvchi barcha resurslar ishlab chiqarish omillari deyiladi. Bular nima bo'lishi mumkin? Bular ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir etuvchi, ishlab chiqarish jarayonida bevosita qo'llaniluvchi barcha resurslar bizda ishlab chiqarish omillari deyiladi. Bularga o'sha ma'lum bir transportni ishlab chiqarishga yoki mana bu telefonni ishlab chiqarishga ketadigan barcha resurslar, bu bizda deylik plastik bo'ladimi, bu bizda ishchi kuchi bo'ladimi, bu bizda
turli stanoklar bo'ladi va boshqalar barchasi bizda ishlab chiqarish omillari deyiladi va ularni bir necha guruhlarda bo'lishimiz mumkin. Ya'ni oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, bu bizda ishchi kuchi bor, mehnat qurollari bor, mehnat predmetlari bor. Mehnat qurollari va mehnat predmetlarining farqi nimada? Mehnat qurollari bu inson uning yordamida tabiatga, mehnat predmetlariga ta'sir qiladigan vositalardir. Mehnat predmetlari o'zi nima? Bu bevosita mehnat ta'sir qiladigan, ya'ni mahsulot tayyorlanadigan narsalardir. Ana bu joyda ko'rishimiz mumkin, ishlab chiqarish omillari siyosiy iqtisodiyot adabiyotlarida ikkiga bo'linadi. Bular shaxsiy ishlab chiqarish omillari va bu moddiy ishlab chiqarish omillari. Shaxsiyga biz ishchi kuchini kiritamiz. Moddiyni o'zi ham yana ikkiga bo'linadi: mehnat qurollari, mehnat predmetlari va ular ishlab chiqarish vositalari sifatida birgalikda o'tiradi. Xo'p, turkumlanishga ko'ra biz birinchi mavzumizda ko'rib o'tganimizdek, ishlab chiqarish omillari ishchi kuchi yoki mehnat desak bo'ladi, tadbirkorlik qobiliyati, yer va kapitaldan iboratdir. Kapital tushunchasi ham turli adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Ko'pchilik kapitalni o'z egasiga qo'shimcha qiymat keltiruvchi qiymat, o'z-o'zidan ko'payuvchi, o'suvchi qiymat deb ta'rif beradi. Clark, Wallace va Fisherlar uni kapitalga daromad keltiruvchi, foyda keltiruvchi, foiz keltiruvchi qiymat deb atashadi. Kamayev o'zining darsligida haqiqatdan ham kapital o'zidan o'zi ko'payuvchi qiymatdir deb ta'riflagan va boshqalarni ko'rishimiz mumkin. Yer nima? Yer bizda tuproqning unumli qatlami, o'tloqlar, yaylovlar, suv, havo, o'sha yer usti va yer osti resurslarining barchasi bizda yer deb ataladi. Tadbirkor kim? Tadbirkor iqtisodiy resurslar, ya'ni ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchi resurslarining, tabiiy resurslarning bir-biriga qo'shilishini ta'minlaydigan tashkilotchi, yangilikka intiluvchi, tashabbuskor, iqtisodiy va boshqa xavfdan, javobgarlikdan qo'rqmaydigan kishilarga aytiladi. Bu xislatlar majmui esa tadbirkorlik qobiliyati deb yuritiladi. Biz tadbirkor va tadbirkorlik faoliyatini yoki biz tadbirkor va tadbirkorlik faoliyati to'g'risida alohida mavzuyimiz bor. Keyingi darslarimizda tadbirkor va uning faoliyatiga chuqurroq yondashamiz. Ishlab chiqarish jarayoni mazmuni va uning ishlab chiqarish jarayoni mazmuni. Bu nima degani? Bu kishilik jamiyatining amal qilishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlarni yaratishga qaratilgan maqsadga muvofiq faoliyatdir. Ya'ni biz iste'molimiz uchun ishlab chiqarish jarayoni bu kishilik jamiyatining amal qilishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlarni yaratishga qaratilgan maqsadga muvofiq faoliyatdir. Bu nima degani? Biz ma'lum bir inson kamol topishi, rivojlanish uchun unga qanaqa resurs kerak bo'lsa, o'shalarni ishlab chiqarish, bu bizda ishlab chiqarish jarayoni deyiladi. Ishlab chiqarishning tarkibiy tuzilishini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ishlab chiqarishning tarkibiy tuzilishi umumiyda ikkiga bo'linadi. Bular moddiy ishlab chiqarish, bular nomoddiy ishlab chiqarish. Moddiy ishlab chiqarishni o'zi ham moddiy ne'matlarni ishlab chiqarishga, moddiy xizmatlar ko'rsatishga aytiladi. Moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish nima? Moddiy ne'matlarga nimalar kiradi? Biz ko'zimiz bilan ko'rib, qo'limiz bilan ushlab, his qila oladigan narsalarimizning barchasi bu moddiy ne'matlarga kiradi. Bu kiyim-kechak bo'ladi, bu bizning oziq-ovqatimiz bo'ladi. Bu bizni deylik o'zimiz haydashimiz, o'z qo'l ostimizdagi uylarimiz bo'ladi, bu qo'l ostimizdagi mashinalarimiz bo'ladi. Moddiy xizmat ko'rsatish nima? Bu bizga sartaroshxona bo'ladi. Bu bizda restorandagi xizmat ko'rsatishlari bo'ladi. Bu bizda bo'lishi mumkin taksi xizmati bo'lishi mumkin va shunga o'xshashlar. Bizda bor nomoddiy ishlab chiqarish. Nomoddiy xizmatlar ko'rsatish nima? Bu bizga maktablarda yoki universitet ta'lim dargohlarida berilayotgan ta'lim kiradi. Sog'liqni saqlash muassasalaridagi bizga berilayotgan tibbiy xizmatlar kiradi va boshqalar kiradi. Nomoddiy ne'matlarni ishlab chiqarish nima? Va boshqalar kiradi. Bizda ko'rishimiz mumkinki, ishlab chiqarishni o'zi moddiy ishlab chiqarish, nomoddiy ishlab chiqarish bo'linsa, uni o'zi ham xizmatlar bozoriga va ne'matlar bozoriga kiradi. Moddiy ishlab chiqarish vositalari va iste'mol buyumlaridan iboratdir. Ishlab chiqarish vositalari bu ma'lum bir korxona yoki ma'lum bir ishlab chiqarish jarayonida ta'sir etadigan o'sha mehnat qurollari hisoblanadi. Iste'mol buyumlari esa biz iste'molimiz uchun tayyor bo'lgan turli ko'rinishdagi iste'mol buyumlari yoki iste'mol qilinadigan resurslar kiradi. Xo'p, ushbu prezentatsiyamizda tovar va xizmatlar narxliligi va qiymatining yaratilishida ishlab chiqarish omillarining rolini ko'rib chiqamiz. Bu nima degani?
Yaratilgan tovar va xizmatlar mavjud bizda. Ular naflilikni yaratishda qatnashishi bor, ular qiymatni tashkil topishda ham qatnashadi. Bu nima degani? Naflilikning yaratishda qatnashishida bu yer, kapital, ishchi kuchi bo'ladigan bo'lsa, qiymat tashkil topishida bu mehnat, ya'ni ular aniq mehnat bilan o'tkaziladigan ishlab chiqarish vositalari qiymati bo'ladi. Ikkinchisi abstrakt mehnat bilan yaratilgan yangi qiymat kiradi. Ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari. Bizda yaratilgan mahsulot qiymat jihatdan ham 3 qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni qiymat jihati. Ishlab chiqarish jarayonida iste'mol qilingan ishlab chiqarish vositalari qiymatining mahsulotga o'tkazgan qismi tushuniladi. Yangidan vujudga keltirilgan mahsulotning bir qismi, ya'ni ishlar tegishli qismi zaruriy mahsulot qiymati hisoblanadi. Yangi vujudga keltirilgan mahsulotning mulkdorlar, tadbirkorlar va jamiyat uchun ishlab chiqarilgan qismi qo'shimcha mahsulot qiymatidan iborat bo'ladi. Takroriy hisob nima? Bu bizda milliy mahsulot ishlab chiqarish jarayonining bir necha bosqichlaridan o'tishi natijasida ba'zi mahsulotlar qiymatlarining takroran hisobga olinishidir. Ya'ni bu xomashyo, yoqilg'i, materiallar va hokazolarni o'z ichiga oladi. Oraliq mahsulot nima? Bu tugallanmagan ishlab chiqarish, kelgusida yana qayta ishlov berilishi zarur bo'lgan yoki qayta sotish uchun mo'ljallangan tovar va xizmatlar. Deylik, biz paxtani oladigan bo'lsak, paxtani biz uni kala va ipi qiladigan bo'lsak, bu bizda oraliq mahsulotga aylanadi. Ya'ni uni o'zidan o'zi foydalana olmaydi. Undan ma'lum bir qayta ishlab chiqarib, uni ma'lum bir kiyim qilinadi yoki ma'lum bir kiyim uchun deylik zaruriy resurs sifatida foydalaniladi. Pirovard mahsulot. Bu nima degani? Bu ishlab chiqarishning barcha texnologik jarayonlardan o'tgan hamda bevosita so'nggi iste'mol uchun mo'ljallangan tayyor mahsulotdir. Ya'ni bu deylik bizda non bo'lishi mumkin. Hop, bizda sof mahsulot bor. Sof mahsulot nima? Ko'rishimiz mumkin, bizda pirovard mahsulot bor edi, bizda endi sof mahsulot bor. Sof mahsulot bu yaratilgan mahsulotda iste'mol qilingan ishlab chiqarish vositalar qiymati chegirib tashlangan qismidir. Bizda zaruriy mahsulot bor. Bu ishchi va xizmatchilar ish vaqtining bir qismi bo'lgan, zaruriy ish vaqtida zaruriy mehnat bilan yaratilgan, ishchi kuchini normal holatda saqlash va qayta tiklash uchun zarur bo'lgan mahsulotlardir. Bizda qo'shimcha mahsulot bor. Bu sof mahsulotning zaruriy mahsulotning ortiqcha qismidir. Ya'ni qo'shimcha ish vaqtida xodimlarning qo'shimcha mehnati bilan yaratilgan qismidir. Nisbiy qo'shimcha mahsulot bor. Ishchi ish kuni o'zgarmaganda zaruriy ish vaqtini kamaytirib, qo'shimcha ish vaqtini ko'paytirish evaziga olingan qo'shimcha mahsulotdir. Ushbu prezentatsiyamiz zaruriy va qo'shimcha mahsulotning sotilib, pulga aylangandan keyin o'zgargan shakllarini ko'rib borishimiz mumkin. Ya'ni sof mahsulotimiz ikkiga bo'linyapti: zaruriy mahsulotga, qo'shimcha mahsulotga. Zaruriy mahsulot o'z davrida ish haqiga yoki ijtimoiy himoya fondlariga ajratilyapti. Ya'ni bu zaruriy mahsulot bu ish haqi yoki ijtimoiy himoya fondlari bo'lyapti. Qo'shimcha mahsulot bu foyda, foiz, renta, soliqlar hisoblanadi. Mana bu formulada ko'rishimiz mumkinki, agar qo'shimcha mahsulot normasini M' deb oladigan bo'lsak, massasini M, zaruriy mahsulotni V bilan belgilasak, qo'shimcha mahsulot normasi quyidagi ko'rinishdagi formula bilan aniqlanadi. Bu formulamizda esa hozirgi davrdagi bozor iqtisodiyotiga doir adabiyotlarda ishlab chiqarish omillari bilan uning samarasi o'rtasidagi bog'liqlik ishlab chiqarish funksiyasi deyiladi va ushbu formulamizda ishlab chiqarish omillari yer bizda Y bilan, kapital K bilan, ishchi kuchi I bilan qo'llanishdan iborat bo'lgan mahsulotni M dan iborat deb faraz qilsak, ishlab chiqarish funksiyasi quyidagidan iborat bo'ladi. Ya'ni bizda ishlab chiqarishda qo'llashdan olingan mahsulot, ya'ni mahsulotimiz M bo'ladigan bo'lsa, uni ichiga, ya'ni ishlab chiqarish funksiyasining ichiga yer, kapital va ishchi kuchi kirib ketyapti. Bizda mavjud umumiy mahsulot va o'rtacha mahsulot. Umumiy mahsulot nima? Bu jalb qilingan barcha ishlab chiqarish omillaridan foydalanish evaziga olingan mahsulotning mutlaq hajmi. O'rtacha mahsulot esa jalb qilingan barcha ishlab chiqarish omillarining bir-birligiga to'g'ri keladigan mahsulot hajmidir. Ya'ni bizda mahsulotni ishchi kuchi va kapitalga bo'linmas bizda o'rtacha mahsulotni beryapti. So'nggi qo'shilgan mahsulot, so'nggi qo'shilgan omil unumdorligi. So'nggi qo'shilgan omil kapital yoki ishchi kuchi evaziga o'sgan mahsulot hajmi bo'lsa, so'nggi qo'shilgan omil unumdorligi bu har bir qo'shilgan omil evaziga olingan qo'shimcha mahsulotdir. Alohida omil evaziga qo'shilgan mahsulot ma'lum darajaga borgandan keyin kamaya boshlaydi. Bu kamayish ayniqsa uning har biri birligi evaziga qo'shilgan mahsulotda aniq seziladi. Mana shu qo'shilgan omil unumdorligining pasayishiga qarab, marjinalistik yo'nalish vakillari unumdorlikning pasayib borish qonuni degan qonunni kashf qilishdi.
ularning g'oyasi bo'yicha har bir keyingi qilingan xarajat yoki omil oldingisiga qaraganda kam samara beradi va oqibatda umumiy o'rtacha mahsulot ham pasayib boradi. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkinki, qo'shilgan mahsulot va qo'shilgan omillar unumdorligi. Jalb qilingan kapital, birinchi jadalimizda jalb qilingan kapital mavjud. Birinchi yilda 120 ming so'mdan iborat bo'lgan bo'lsa, ikkinchi yilimizda 150 ming so'mdan iborat bo'ldi. So'nggi qo'shilgan miqdori 30 ming so'm bo'lyapti. Ishchi kuchi, ya'ni ishchilar soni bizda birinchi yilda 100 bo'ladi, ikkinchi yilda 120 bo'ladi. So'nggi qo'shilgan miqdor esa bizda 20, farqi 20 ni beryapti. Bu jadvalimizda ko'rishimiz mumkinki, qo'shilgan mahsulot va qo'shilgan omillar unumdorligi, ya'ni ma'lum bir qo'shilgan kapital, ishchi kuchi, olingan umumiy mahsulot, ya'ni donada o'rtacha mahsulotimiz mavjud bizda. O'rtacha mahsulotimizning kapital, ya'ni donadagi narxi mavjud, bir ishchi kuchiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi bor. Mana ko'rishimiz mumkin, birinchi yilda jalb qilingan kapitalimiz 120 ming so'm tashkil etgan bo'lsa, keyingi yilda bu narsa bizda 150 ming so'mni tashkil etyapti va so'nggi qo'shilgan miqdorimiz bizga 30 ming ziyod bo'lyapti. Keyingi jalb qilingan omil yoki xarajat unumdorligining pasayib borish qonunining amal qilish sharoitlari. Ishlab chiqarishning boshqa omillar o'zgarmay, faqat bir omil to'xtovsiz oshirilganda, fan texnika taraqqiy etmaganda yoki ishlab chiqarishga jalb qilinmaganda, omillar o'rtasidagi miqdor va sifat nisbatlari buzilganda, shart-sharoitni hisobga olmasdan xarajatlar xo'jasizlarcha, ya'ni ko'r-ko'rona amalga oshirilganda, keyingi jalb qilingan omil yoki xarajat unumdorligining pasayib borishi kutiladi yoki kuzatiladi. Ishlab chiqarishning samaradorligi va uning ko'rsatkichlari. Ushbu formulamizda ko'rishimiz mumkinki, foyda normasini topishning yo'li umumiy ishlab chiqarish samaradorligidan olingan foydani iqtisodiy resurs sarflariga bo'lishimiz va 100 ga ko'paytirishimiz bizga foyda normasini anglatadi. Vaqtni tejash qonuni. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanib borishi bilan jamiyat tomonidan hayotiy ne'matlar birligini yaratishga sarflanayotgan vaqtning qisqarib borishini ifodalovchi umumiy iqtisodiy qonundir. Vaqtni tejash, ya'ni bu vaqtni tejash ijtimoiy rivojlanishning iqtisodiy resurslarni umumlashtiruvchi darajasi hisoblanadi. Har qanday tejam oxir-oqibatda vaqtni tejashga borib taqaladi. Vaqtni tejash qonunining mazmuni jonli va buyumlashgan mehnatni, ya'ni muayyan davrda sarflangan ish vaqti jamg'armasi hamda o'tgan davrlardagi ish vaqti sarflarining natijasini tejashni o'z ichiga oladi. Xo'p, vaqtni tejash qonuni namoyon bo'lishining aniq shakli bo'lib quyidagilar: mehnat unumdorligining o'sishi, mashina va jihozlardan foydalanishning yaxshilanishi, ishlab chiqarish material sig'imining pasayishi, xo'jalik nisbatlarining optimallashuviga kiradi. Mehnat unumdorligi nima? Ishchi kuchining vaqt birligi mobaynida mahsulot yaratish qobiliyatiga aytiladi va ishlab chiqarilgan mahsulotning sarflangan mehnat miqdoriga nisbati bilan belgilanadi. Mehnat unumdorligi ishchi kuchining vaqt birligi mobaynida mahsulot yaratish qobiliyatiga aytiladi va ishlab chiqarilgan mahsulotning sarflangan mehnat miqdoriga nisbati bilan belgilanadi. Bu nima degani? Ushbu formulada ko'rishimiz mumkinki, mehnat unumdorligini topish uchun mahsulotni sarflangan ish vaqtiga bo'ladigan bo'lsa, bizda mehnat unumdorligi topiladi. Yoki mehnat unumdorligini mehnatni ishchi kuchiga bo'lish orqali ham topishimiz mumkin. Hop, samaradorlikni aniqlashda kapital unumdorligi ko'rsatkichidan ham foydalaniladi va uni ishlab chiqarishda qatnashgan kapitalning har bir birligi evaziga olingan mahsulot, daromad yoki foyda miqdori bilan aniqlanadi. Agar kapital unumdorligini KU, ishlab chiqarishda qatnashgan kapital miqdorini K, mahsulotni M, yalpi daromadni YD, foydani F deb belgilasak, quyidagi formulalar hosil bo'ladi. Ya'ni kapital unumdorligini topish uchun biz mahsulotni biz kapitalga bo'layapmiz yoki kapital unumdorligini topish uchun biz yalpi daromadni biz kapitalga bo'lyapmiz yoki kapital unumdorligini topishimiz uchun foydani kapitalga bo'lish orqali ushbu kapital unumdorligini topib boryapmiz. Xo'p, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Bular fan texnika taraqqiyotini tezlashtirish va uning natijalarini tezlik bilan ishlab chiqarishda qo'llash. Ikkinchisi, ishlab chiqarishni ratsional joylashtirish, ixtisoslashtirish va kooperatsiyalash. Uchinchisi, ehtiyojning tarkibiy qismlarini va uning tashkiliy bo'g'inlarini o'zgartirish. To'rtinchisi, ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirish va ularning faolligini oshirish. Beshinchisi, tabiiy moddiy va mehnat resurslarini oqilona tejab-tergab foydalanish.
yangi, arzon, sifatli xomashyo va energiya turlarini ishlab chiqarishga joriy qilish. 6-si va so'nggisi kishilarning bilim saviyasini, malakasini oshirish, yetuk ishchi kuchi va mutaxassislar tayyorlash. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.